Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Xalinsi do'konimizda bugun sizlarga yangi va ozgina ishlangan telefonlarni e'tiborlarga taqdim etamiz. Eng yaxshi telefonlarimiz Redmi, Samsung, iPhone va zo'rlardan keyin aytgancha bolalarga planshetimiz ham kelgan. Mana shulardan mana sim karta tushadigan vobshe zo'r desa ham bo'laveradi, dahshat. Ishlashi, sifati, ichi to'la o'yinchoq, garantiyalar bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Yaqindan yana bitta ko'rsatib beramiz. 3 xil rangi bor. O'g'il bola, qiz bola hammasiga ketaveradi. Mana bolajonlar uchun, jiyanlarimiz uchun ikkita sim karta tushib ko'rishingiz mumkin. Zoomlarigacha bor. Ishlatib maza qilasizlar, xudo xullas, xudo xolasa. U bitta 3 ta ko'rsatilgan, lekin aslida 4 ta ko'rsatilgan, aslida 3 ta. Mana shu uchalasi yoki bu uchalasi rangi bor. O'g'il bola, qiz bola setlar bor. Ichi to'la o'yinchoqlar chiqadi. Oxirgi narxi o'rtoqlar, do'kondan kelib olib ketsanglar 700 ming so'm. Agar dastavka qilish kerak bo'lsa, bitta hamchagi pochta orqali chiqarib olamiz. 20 ming, 30 ming ham pochta orqali. Uzog'i 40 ming, 50 mingga bitadi. 730, 750 ga bormaydi, короче. Do'kondan kelib olib kelsalar, oxiri 700 ming so'mdan qilib beramiz. Sim karta tushadigan bunaqa narxda xudo xolasa Xalinsi do'konimizda faqat. Qani bo'lmasam ketdik. iPhone 12 mini holati tiniq, aybi nuqsoni yo'q. Face ID turibdi, hamma yo'q radno, usta ko'rmagan, alishmagan. Ko'rishingiz mumkin. 86 yomkisi baland deganlarga vobshe qo'l keladi. 86 yomkisida 64 talik. Bu telefon 12 mini bilasizlar, vobshe ixcham telefon. Bularga inshaalloh xarjida 2 million 350 ming so'm qilib beramiz. Ko'rib olinglar. Yoqib ham ko'rsatamiz, ochib ham. Face ID meniki masjidi shekli adashmasam, mana 86 yomkisda основной объектом устройства 12 mini Koreya region Amerikadan o'tgan 64 GB xotiraligi. Tanli holatda. 2 million 350 ming so'mga arziydim yo'qmi? Albatta tushundirganlar yozib qo'yinglar. Undan keyin mana Redmi Note 8 Pro'larni ko'ringlar. Vashshi nasib etmagan, bunaqasi faqat bizda bo'lsa kerak, Alloh alam. Ikkitadan sim karta tushadi telefonlarimizga, tiniqligini qaranglar. 6 operativga 64 xotira holatlari o'ta ham tiniq holatda. Kimga shunaqa ozgina ishlangan yangideylari kerak bo'lsa, 64 megapiksel kamera, 5000 ampere batareyka, ovozi baland, internetga tez ishlaydi. Puli короче kopeyka. $100 ga ham arziydi. O'z aslida 1 million 200, 1 million 300 ga ham arziydi, lekin Xalinsi do'konimizdan 1 million 150 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Mana 6 operativga 64 xotira, holati tiniq, hech qanaqa bir ekran boshqa joyda dog'i yo'q. Uchalasi ham xuddi shunaqa. Korobkasi yo'q, lekin garantiyalar qilib beramiz. Keyinchalik sotaman desalar ham, xudo xolasa shunaqa tiniq holat bo'lsa o'zimiz olaveramiz. Redmi Note 8 Pro telefonlarimiz 6 operativga 64 xotiraliklarni uchalasini ham 1 million 150 ming so'mdan qilib beramiz, o'rtoqlar. Inshaalloh puliga arziydi bu telefonlar. Maza ishlatasizlar, interneti ham tez ishlaydi, rasm videosi ham zo'r, udobstvolari ki o'ta tez, shustriy telefonlar. 1 million 150 ming so'm. iPhone XS Gold'larimiz bor. 256 GB bunisi, 64 GB bunisi. 64 GB 100 yomkisida 64 talik. Orqa kirishkasida siniq borligi uchun orqa kirishkasi alishgan xolos, qolgan hamma yo'g'i zo'r. 100 usilli batareyka qo'yilgan, zaryad ham uzoq ketadi, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin, mana 100 usilli batareyka. Usilli batareyka to'g'risi yaxshi. O'zim telefonimda usilli batareyka qo'yilgan, ancha uzoq ketadi. O'zini kerosi 100 dan yaxshi. Koreya region 64 GB xotira, Face ID turtonlari bor. Kimga kerak bo'lsa marhamat, Xalinsi do'konimizdan bunimizni 1 million 850 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Endi bu XS Gold'imiz, bu 256 GB 76 yomkisda, hamma yo'q radno. Nimagadir Face ishlamay qolgan ekan, lekin turtonlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Nimagadir shu Face yo'qolib qolgan ekan. Qolgan hamma yo'g'i zo'r, aybi nuqsoni yo'q. Koreya region iPhone XS Gold 256 GB xotira, yomkisi 76 mikin shunaqa edi. 76 yomkisi o'rtoqlar, tiniq. 256 dan axtarib yurganlarga tavsiya qilaverasizlar. Bunisini ham 1 million 850 ming so'm qilib beramiz. iPhone XS'larimiz Gold'lari 1 million 850 ming so'mdan. Samsung Galaxy A34 BG mana korobka dokumentlari bilan holati yaxshi, aybi nuqsoni yo'q. Plyonkalar ham tortib qo'yilgan. 6 GB operativga 128 GB xotira, ana 6 ga 128 talik BG podдержка qiladi telefonimiz. A54 degani 34 dedim boshda. Samsung Galaxy A54 BG korobka dokument, ikkita sim kartalik, euro, 5000 ampere batareyka. Kimga qiziq bo'lsa marhamat, Xalinsi do'konimizdan bu telefonimizni
Hozir bitta so'mda aytib beraman men sizlarga kursga chaqib. Dollarda so'mda aytaveraylik ko'pchilik. So'm aytdikda bunga. Ko'paygan. Samsung Galaxy A54 BG telefonimizni 2.250 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin ekan o'rtoqlar. Ashya kopeyka narx desa ham bo'laveradi. Samsung Galaxy A54 BG korobka dokument 6/128 GB-ligini 2.250 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Kimga kerak bo'lsa marhamat, A54imiz ashya 2.200 ga zo'r narx qancha tushib qolgan xudo xolasa. Korobkalarini ham ko'rib olinglar, mana 1 yil garantiyalik ofitsial mikotga A54 BG 2.250 ming so'm. Dальше ketamiz. Honor 90 Lite mana korobka dokument, zaryadchik, BM'dagi original korobka dokumentlari o'ziniki 1 yil garantiyali telefon, 100 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka, 8 GB operativka, 256 GB xotiraligi telefonimiz mana. 90 Lite 256 xotira, 8 operativka plus 5 GB gacha qo'shiladi. Ashya zo'r holatda ishlatib maza qilasizlar xudo xolasa, ana ko'ringlar. Kimga A90 5G kerak bo'lsa, A90 Lite kerak bo'lsa, Halim Smart do'konimizdan 1.450 ming so'mga 8256 talik korobka dokument zaryadchilar bilan xarid qilishingiz mumkin. Endi telefonni zo'rlari keldi, mana qaranglar. O'zim ham nima desam bo'ladi? Olib maza qildim nima desanglar, yangidek ekan. Honor 400 Lite BG poddeshka qiladi. Yangi chiqqan telefon esinglarda bo'lsa, yaqinda chiqdi o'zi. Yangi mana zaryadchilar даже ishlamagan deyapti. Alloh alam, mana ko'ringlar, kabellar ham yangi, даже ishlamagan deyapti. Endi o'zlari bilishadi yag'ini. Xudo xolasa haqiqatda telefon yangi salafan turibdi. Oldi salafanlari ham olinmagan. Buniki olingan ekan, narigisiniki olinmagan. Ko'ringlar, ashe taniq dizaynlar, iPhone'ga o'xshamaydi. Fotoapparatlarni, kameralarni ish qilib qo'yib qo'yishgan. Bitta bossalar kameraga kirib ketadi. Kameralarni ham ko'ringlar. Kamerasi ham ashe taniq ekan. Videolari ham chatga ishlab beradi, xudo xolasa. 108 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka, Honor 400 Lite telefonimiz yangidek, atiga 1-2 kun ishlagan xolos, dali ishlamagan. Hali chang ham tushmagan. Kimga kerak bo'lsa $230 qilib beramiz. 3 million so'mda atrofida bo'ladi so'mda, Alloh alam. So'mda ham hisoblab beramiz. Korobka dokument zaryadchik, yangi salafan pachkadek 8256 GB-lik. Yangini ochsangiz ham xuddi shu holatda bo'ladi, xudo xolasa. Yana bittasi bor, mana bu ham xuddi shunaqa. Buni ham zaryadchilar darsh ishlamagan, korobka dokument zaryadchik, original zaryadchiklari o'ziniki. Qora rangidan ham bor. Xohlasanglar bu rangni, xohlasanglar bu rangni. Mana ikkalasini ham xarid qilishingiz mumkin o'zingizlarga, ayollinglarga yoki bo'lmasam endi yo'qdi, kelishaverasizlar. Xohlasanglar bu rangni, xohlasanglar bu rangdan qilib beramiz. Bu ham xuddi shunaqa yangi salafan pachka, ochilgancha hech ishlamagan telefon bu ham. Mana mashinada salafanlari olinmagan edi o'rtoqlar. Telefonlarni ko'ringlar, ashya puliga arziydigan xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelib xarid qilsanglar bo'laveradi yoki bo'lmasam dastavkani qilib beramiz. Ikkalasini ham $230 dan qilib beramiz. Tanlab olaverasizlar. Honor 400 Lite so'raganlarga videoda sekin tashlab qo'yasizlar xudo xolasa. Do'kondan kelib olib kelsanglar ozgina o'tib beramiz hali. Yo'l-kira rasxotlarga. Endi mana Poco X6 Pro BG'si 8256 GB korobka dokument, 67 wattli original zaryadchiklari bilan xudo xolasa. Telefonni o'zini ko'ringlar. Voh, dahshat. Rangining o'zi ham chiroyli, abadoylar. Kolonkalar tepada, pastda, holatlari tiniq, aybi nuqsoni yo'q. 8 operativka, 256 GB xotira, BG poddeshka qiladi. Ekran tezligini qarang. Ashya. Mana Honor X6 Pro BG'si 8256 GB-ligi xarakteristikani 4 GB gacha qo'shiladi, 8 yadrni. Ekran tezligi 3 GHz deyapti. Versiyalari xudo xolasa puliga arziydi. Ashya dahshat telefon, ham igrovoy telefon. Ishlatib maza qilasizlar, xudo xolasa puliga arziydi. Telefonimizni Halim Smart do'konimizdan $225 ga xarid qilishingiz mumkin. Do'kondan kelib olib kelsanglar $220 qilib beramiz. Oxirgi narxi. Honor Poco X6 Pro BG so'rayotganlarga bemalol tavsiya qilaverasizlar, inshaalloh. Ashya puliga arziydi. iPhone 11 da
Korobkasi bunaqasi faqat Halim Simir do'konida bo'lsa kerak, Alloh alam. Holatni ko'ringlar, vashi. O'zim ko'ribman, bitta ko'rib yaxshi ko'rib qoldim. Korobkalari ham radnoy, original, o'ziniki. Ya'ni poddelka, mandelka, jiniki tisdan emas. Bu bilgan odam 100% bitta ko'rib tushunadi mana. Mashitlardan bilsanglar bo'ladi. Originalida bunaqa nima bo'lmaydi. Amerikadan chiqqan. Yo'q, Arabiston ekan, Saudiya Arabistondan chiqqan ekan bu telefonimiz. Korobkalari o'zimiz kompyuterlarga solib ko'rib tekshirib oldik. Hop, telefonimizda zaryadi yo'q, chiqib qolibdi. 128 GB xotira, 87 yomkisda. Holatini hozir ko'rasizlar. Bitta yoqish urinib ko'ringlar, zaryad bo'lsa yonadi. Abadoylarni ko'ringlar, bitta ham chaqa-chuqasi yo'q. Xudo xolasa hech qanaqa bir silingan, chizilgan, netgan joylari yo'q. Hamma yo'g'i tiniq. iPhone 11 87 yomkisda 128 GB xotiraligi $255. Korobka dokument kabellarigacha bor. Oldi aynaklari ham tiniq, bir shilinib, chizilib, boshqa bo'lmagan. Face ID turton hamma yo'g'i radnoy. 2023-yilmi, 23-yil oxirida ochilgan ekan. Telefon hech qancha ishlamagan. 800 necha marta ham zaryad olgan. Kompyuterga solib oldik. Original unaqa boot, restoratsiya unaqa gap so'zi yo'q. Любой joyda tekshirib ko'rib olaverasizlar. Telefonga garantiya Xudo xolasa. Telefonimiz $255 ga xarid qilishingiz mumkin. iPhone 11 da 128 ta 80 tepasida yongish taqdir ekanlarga tavsiya qilinglar. Inshaalloh puliga arziydi. Do'kondan kelib olib ketsanglar $5 beramiz, $250 qilib beramiz. Korobka dokument kabellari bilan. Kabel original emas ekan endi. Yo'qdan ko'ra u ham bir nima. Redmi Note 9s ko'ringlar. Note 9 Pro degani. Redmi Note 9 Pro. Bunaqa tanaqa kamdan kam 6 operativga 128 xotira. Korobka dokument ofitsialniy imekalardan o'tgan. Xarakteristikalarni ko'ringlar. 64 megapiksel kamera, 5020 ampere batareyka, protsessor Qualcomm Snapdragon. Ekran tezliklari ancha tez. Telefonni ko'ringlar. Hali maqtashga arziydigan o'ta tiniq pokiz ishlatilgan telefon ekan, yangidek. 6 operativga 128 GB xotira. Ana, nastroyka. Ekranlari ham tiniq, hech qanaqa bir chizilib, shilinib, dog'-pog' ham tushmagan. Oppoq. Note 9 Pro 6 operativkaligi, 128 GB xotiraligi telefonimiz. Tiniq holati, kimga kerak bo'lsa marhamat, Halim Simir do'konimizdan 1.150.000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. 1.300.000 ga ham, $100 ga ham arziydi. To'g'risi telefon Pro eng yaxshisi 6 ga 128 ancha-muncha 1.200.000 telefonlarda dam beradi har tomonlama. Atiga 1.150.000 so'm biz do'konda, Halim Simir do'konimizda arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Samsung Galaxy M53 BG 8 operativga 128 xotira o'ta shustri telefon. Shaxsan o'zim tavsiya qilaman mana shu telefonda ishlatganlar bo'lsa, albatta kommentariy yozib qo'yinglar. Qanaqa chiqqan, qanaqa ishlatgansizlar. Puliga inshaalloh arziydi. Buni zvonoy zapislari ham bor edi adashmasam. Настройка mana zapis vizov avtomatik zapis qiladi, boshqa qiladi. 8 operativkaligi ancha-muncha qatmaydi, qizimaydi. Ishlatib maza qilasizlar. 5000 ampere batareyka, bitta sim karta tushadi. Imekadan o'tgan pasportga telefonimiz 1.550.000 so'm qilib beramiz. Steklo chexoli ichida bo'ladi. Samsung Galaxy M53 so'rayotganlarga yoki Samsung yaxshisini so'rayotganlarga bemalol tavsiya qilsanglar bo'laveradi, xudo xolasa. Xiaomi 11 Lite Neo BG korobka dokumentlari bilan holat o'ta tiniq holatda, hech qanaqa aybi nuqson yo'q. Neo BG eng yaxshisi, eng shustri telefon bilasizlar. Ishlashlari ham asha dahshat. Maza qilib ishlatasizlar. 8 operativga 128 GB xotiraligi. 8 plus 3 GB gacha qo'shilar ekan. 128 GB xotira, BG podeshkalar, korobka dokument, imekalardan o'tgan ikkita sim kartalik telefonimizga 1.550.000 so'm qilib beramiz. O'ta tiniq, xudo xolasa. Puliga arziydigan yaxshi telefon. Ishlatib maza qilasizlar. Samsung Galaxy A16 larimiz bor, korobka dokumentlari bilan 8 ga 256 GB ligi, 6 ga 128 GB ligi, ikkalasi ham holati zo'r, yangidek hech qancha ishlamagan. 8 ga 256 taning 1.850.000 so'm, 6 ga 128 taning 1.750.000 so'm qilib beramiz. Ikkalasi ham puliga arziydigan yaxshi telefonlar, xudo xolasa. Samsung Galaxy A15 larimiz bor. Ko'ringlar, ana, tiniq holatda ikkalasi ham, korobkasi yo'q, lekin garantiyalar bor. 6 ga 128 GB lar 1.550.000 so'mdan qilib beramiz bularni ham. Bular ham asha zo'r telefonlar, puliga arziydi. Samsung Galaxy S10 BG holati tiniq, aybi nuqsoni yo'q, ideal holatda ishlatib maza qiladigan telefon, xudo xolasa telefonimizni
Garantiyalarigacha qilib beramiz bu telefonimizni. 2 million so'm qilib beramiz oxiri. 8 operativ 256 GB xotira. O'ta ham zo'r telefon. Oldin ham aytganman, o'zim rosa ishlatganman bundan. Birinchi do'konni ochgan paytlarimiz videolarni qo'yasdik, kameralarda videolar vobshe zo'r. Internetga ham shustri telefon. 8256 talik, 1.5 ming amper batareyka, tinch holatda. Puliga arziydi. 2 million so'mga o'rtoqlar. Samsung Galaxy S21 bejiyimiz bor. Koreyskiy bitta sim kartali euro, koreyskiy bitta sim kartali Mekidan o'tgan holatda 8256 GB-ligi 2 million 350 ming so'm o'rtoqlar. Stikli chexollarni sovg'a qilamiz. S21 beji yoki yozda kunda ixcham telefon so'rayotganlarga S21 bejida bemalol tavsiya qilsanglar bo'laveradi. Tanish bilish yaqinlarga puliga inshaalloh arziydi. Samsung Galaxy A16 yangi salafan pachka 1 yil servis garantiya 428 GB-ligini Xanin Smart do'konida stiklo chexol bepul dostavka 1 yil garantiyalar bilan 2 million 100 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Yangi telefon so'rayotganlarga bemalol tavsiya qilaverasizlar A16 ni. Chunki puliga inshaalloh arziydi. Infinix firmamizniki mikroda o'tgan 1 yil servis garantiyaligi, 3 operativga plus 3 qo'shila 6 to'la 128 GB xotiraligi 1 million 350, oxiri 1 million 300 qilib beramiz o'rtoqlar. Yangi pachka Infinix Smart 9. Orqa ko'rinishi xuddi shunaqa qiladi. Puliga arziydigan yangi yaxshi telefonlarni Xudo xolasa. Samsung Galaxy A06 ning yangisi ham bor, xudo xolasa puliga arziydigan yaxshisidan 128 GB xotira, operatikasi aniq esimda yo'q, 4mi, 6mi. Puliga arziydi, xudo xolasa mazaq ishlatasizlar bu telefonimizni. Bu telefonimiz 1 million 600 ming so'mdan atrofida chiqadi. Yana bir ko'ramiz, kelishadigan joy bo'lsa, kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Infinix Hot 50i telefonimiz 4 operativga 128 GB xotira. Bu telefonimiz 1,5 million so'mdan atrofida chiqadi. Ko'ramiz, o'tadigan joy bo'lsa o'tib beramiz, xudo xolasa. 1 yil servis garantiya, 2 ta sim kartalik. Vashshi zo'r telefon, puliga arziydi, shustri, chiroyli telefon. Xudo xolasa Xanin Smart do'konimizdan 1 million 500 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari ham telefonlarimiz juda ko'p o'rtoqlar. Keyin mana bitta planshetimiz bor, dahshat. Redmi Pad C. Hozir ularni ko'rasizlar, pastda 8256 GB-ligini qaranglar. 8256 talik yangidek. Mana holatni ko'ringlar. Hech qancha ishlamagan, yangi salafan pachka desa ham bo'ladi. Ikkita tepada, ikkita pastda kolonka, tiniq ekan, zaryadi moshniy. 6000mi, 8000mi, 7000mi, rasa baland ekanda, короче, nimasi ampera. Ishlatib maza qiladigan, kino, pino, multfilmga, o'yinga, ishga, ofisnoy variant вообще zo'r moshniy planshet. Redmi Pad C 8256 taligi. Bu planshetimizni Xanin Smart do'konimizdan xarid qilishingiz mumkin. $130 qilib beramiz. Oxirgi narxi. Bemalol kelib xarid qilasizlar yoki bo'lmasam dastavka qilib ham chiqarib beraveramiz. Do'stlar, buguncha hozircha shu, xudo xolasa qo'ldan kelgancha aytib o'tdik. Telefonlarimiz yana ko'p, yangilarni ham aytganlardan qilib beramiz. Rabochilar mana pastda turibdi. iPhone'larimiz, Redmi'lar yangi va ozgina ishlangan hammasidan bor. Vaqt cho'zilib ketib qolyapti endi. Xudo xolasa videoni qo'yib yuklab qo'yamiz, ko'rasizlar. Kimga qanaqa telefon keraksa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Aytgancha mana bu telefonim вообще zo'r ekan. O'zim shaxsan ishlatdim. Ikkita sim karta tushadi. Zapsi ham bor. Вообще gaplashishlar o'ta tiniq, baland, uyga qo'yib qo'yishlar zo'r. Shunday sim kartani solib qo'yasizlar. Bo'ldi, zaryadi ashincha ketar ekan. Bir marta zaryad qilib qo'yasizlar, u turaveradi. Xohlagan joylarga olib borib ishlatsanglar bo'ladi. Uyga, do'konga, ofisni variant. Zo'r telefon ekan, tavsiya qilamiz. 570 ming so'm, 550 ga qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beraveramiz aytgan joylarga. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, salomat bo'linglar. Hammaga omad tilaymiz. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar. Inshaalloh hamma telefonlarimiz zo'r, hech qanaqa muammosi chiqmaydi. Muammosi chiqadigan bo'lsa ham o'zimiz to'g'irlab garantiyalarni qilib beramiz. Keyinchalik bizdan telefon olsanglar, qaytib sotaman desanglar ham yoki yaxshiroq yalishtiraman desanglar olib kelsanglar, kelishib, xudo xolasa yaxshi narxlarda olib qolaveramiz. Bemalol kelib, yana alishtirib, boshqa yaxshirog'ini olib ketishingiz mumkin. Telefon sotmoqchi bo'lsanglar ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Hamma ham haligi bozor bor, nima qilavermaydi.
uyatadi bozor yurgani, telefon sotgan boshqa qilgani. Bizga aytinglar, shu sohadamiz Xudo xolasa, telefoninglar sotmoqchi bo'lsanglar, agar o'zinglar kela olmasanglar ham telefon jo'natib borsanglar ham bo'laveradi yoki rasm videosini qilsanglar ham sizlarni o'rninglarga internetda sotib berishimiz mumkin. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok qilib Xudo xolasa kelishilgan narxda yangi egalariga topshirib beramiz. Reklama xizmati ham bor bizda. Qanaqadir reklamalar bo'lsa tashinglar, ko'rib chiqamiz. Ma'qul kelsa albatta Instagram, Telegram, YouTube qilib reklamalar qilib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Albatta like bosib qo'yinglar, videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar o'rtoqlar. Sizlar bizni qayerdan kuzatyapsizlar? Albatta yozib qoldiringlar. Bu bizga muhim. Xayr, salomat bo'linglar.